2007-yil MX Lux Maximus sotiladi. Bu o'ta bajar ekan. 4 ta baloni yaxshi mashinani. Oldi orqalari butun. Gazi bor. Mana shu joyda jarohati bor. Salonlar zo'r, salon ideal holatda. Yurgan kilometri 490 ming yurib qo'yibdi, lekin yaxshi minilgan mashina. Motor holati mana. Oldida unaqa strashniy, umuman oldi kaltak yo'q mashinani. Gidravlikasi bor, motor asoti yo'q. Buni puli qiziq. Eng qiziqarli joyi puli. $2300 mana shu mashinani berib olamiz deyapti. Qiziquvchi aloqaga chiqa olasizlar. Mashinamiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida turibdi. Telefon nomerida opetsiyani qoldirib qo'yamiz. Faqat buni o'tkazib olish kerak. Generalniy davenisi chiqmar ekan. O'tkazib oladigan odam bo'lsa yaxshi bo'ladi, deyapti egasi. 2300 ga stoyt, xudo xolasa, yaxshi mashina.